Ballarımız telefon oynayıp bulamdı, bulmamdı. Ondaqda bütün mektepdeki o'quvchilar uyda dam vaqtida telefon o'ynab keldi. Lekin siz balangizga qattiq telefon tutqizmadingiz. Undaq bo'lsa balalar kelgan kunimda, "Voy, oqshom chirji qildingmi, to'qidingmi, undaq bo'ldi, mandaq bo'ldi." Sizning balangiz qo'yib, "Voy, oqshom opam suyuqash yetibdi-ku, biz to'qiymigan." Qaranglar. O'ylab beqinglar, balanglar qanchalik gangavlar, qanday zangli qilasizlarning balanglarni. Balangiz qanday hissiyat qilib qilar bu yerda. Qaysinglar kichik vaqtinglarda qo'g'lashmak, gaga, atlamcho, mukishmak, mushuk chashqan qatorli o'yinlarni talog'i chiqib o'ynab, sirtlarda o'ynab, shundaq lay o'ynab, o'stangda o'ynab cho'ng'ilmagan. Qaysinglar qat'iy o'ynamagan. Hozirgi balalarning telefon o'ynashi, kompyuterdagi elektronlik o'ynashi naq shuningga barobar. Hozir davr almashdi. Yani şu konulik tatip, kon kallamızdan bizdiga andaq oynaydık, bu ballı keçkişim andaq telefonda oynaydık, kompüter oynaydık deyişiniz hata. Muş ballarının şundaq devri yazır. Nurgun neslerini şu telefondan, kompüterden, oyun arkalık ögünüdür. Ciddileşmem. Elbette bu telefondan köp oynasa, kompüter oyunu xuma olsa, ziyallık, kallısığım ziyallık, küzgüm ziyallık, royetigim ziyallık bunu bilmem. Lekin oynamasa qat'iy cheklab tutsangiz bu bo'lmaydi. Shuning uchun eng yaxshi amal vaqt belgilab berish kerak. Ya'ni tamog'ingni vaqtida yeb bo'lding, topshirig'ingni vaqtida ishlab bo'lding, maqla. Uxlashdan burun yarim soat o'ynashga ruxsat. Lekin sizdan bir so'raq, yoki yarim soatda 1 soat o'ynamasga qanday qilamiz? Tabiiy jazolaymiz. Ya'ni bugun sen yarim soat bermadan telefonni, amsa erta faqat 20 minut oynaysan, 20 minut beraman telefonni. Eğer yana vaqtida bermasang, yo o'g'irlikda o'ynamasdan, mumkin 15 minut, 10 minut. Tabiiy jazo eng yaxshi. Balangiz oynab qo'ygan telefonni yo'qlar. Vaqirab, chalvaqib bunda qilgandan va tabiiy jazo bersangiz aplal deb qoladi. Masalan, kichik bolalar tomoq yemaydi, shundaqmi? Mening qizim tomoq yegan olmaydi. Tomoqni berdik, yemidi. Unda bo'lsa tomoqni yeb bo'lgandan keyin sen yegan bo'lsang, bo'ldi, achib ketdi. Tomoq yo'q ham deydi. Bugun kechgacha ushaq-ushaq bir narsa yemaysiz, choy ichmaysiz, mashmet osh bo'ldi. Ma'lum tabiiy jazolash. Albatta, dastlablar buning unumini ko'rolmaymiz. Asta-asta mushuni moslashib, unum ko'rildi. Lekin siz 10 yil vaqirab chaqirsangiz, buning unumini ko'rolmaysiz.